Assalomu alaykum hammaga. Biz Shovot tumani stansiyalarimiz Pahlavon Mahmud ko'chasi 13-uy Hamatoni uyida. Bu yerda otopleniya ishlarimizni bitirib topshirdik. Bu yerimiz gaz otopleniya bo'ldi. Uyning egasi o'z talablariga binoan anelni batareya qo'yib berdik. 2 kere 50 ga 1.40 lik. İkincisi 50 ga 2 metrlik. Kraniklarni qo'yib Bereden ketgan materiallarni o'zimiz bilan keldik. Panellarni, kraniklarni, media-chulavajlarni. Batareyalarimiz devordan ochiqligi shunday bir xil ochib turadi. O'zini hamma ko'na turbolarini ishlatib berganmiz. Pasini Amerikanga qo'ydik, barantini kranik qo'yib berganmiz. Gazlarni ko'chirib berganlarimiz bilan birga hammasi olib 8 tochka bo'ldi uyimiz. Zalimizda 23 lat qo'yib berdik. Bu oxirgi batareyamiz. Pasa nomerlarni qoldiramiz. Kim shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bog'lanaverasizlar. Biz asosan ko'mir otopleniya o'tiramiz. Ko'mir otopleniya, gaz otopleniya, santexnika, stenli otopleniya ishlari hammasi bor. Qishda sezon boshlanishini oldi. Otopleniya ishlaringiz bo'lsa, hozir tirqqanlaringiz ma'qul. Sezonda ish ko'payib ketadi. Hammaga rahmat. Kanalimiz rivoji uchun obuna bo'lib, like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirib qoldiring. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.